Kuzgi attestatsiya spesifikatsiyasi bo'yicha tuzilgan minimum mock testlarimizda navbatdagi yechimi, ya'ni aynan kvadrat tenglamaga oid bo'lgan qism. Hop, va biz buni ishlashni boshladik. Xo'sh, demak ustozlar, quyidagi berilgan ifoda to'la kvadratga ajralishi uchun k qanday qiymatni qabul qilishi kerak degan. Hop, buning uchun nima qilamiz ustoz? Qarang. Buning uchun x ni oxirgi qavsga ko'paytiramiz. O'rtada ikkita ifodani bir-biriga o'zaro ko'paytiramiz. Hop, endi qarang. Xo'p, nima bo'ldi? X ning kvadrati px qo'shilgan qx bo'ldi. Keyingisini ko'paytirsak, x ning kvadrati plus qx qo'shilgan px qo'shilgan pq bo'ldi. I qo'shilgan k bo'lib qoldi. Ustoz, keling, mana bu ifodani biror-bir a deb belgilab olamiz. Xo'p, shunaqanaqa ko'rinishga kelib qoldi. A ko'paytirilgan a plus pq qo'shilgan k bo'lib qoldi. Endi ochamiz. A ni kvadrati plus a kira pq plus k ni kvadrati. Endi to'la kvadrat bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu qavs kvadrat bo'lishi kerakmi? Ya'ni bu degani a, masalan, plus minus farqi yo'q. Masalan, plus minus, masalan, qanaqadir b ning kvadrati bo'lishi kerak. Endi b bo'lishi kerak demoqchi edik. Mana b desak, mana b ning kvadrati bo'lishi kerak. Xo'sh, endi qarang, uning uchun mana bu formulada nima turadi? Formulada 2ab turadimi? Demak, 2ab bo'ladigan bo'lsa, 2ab imiz nimaga teng bo'lib qolyapti? APQ bo'lyaptimi? Alar qisqarib ketsa b nima ekanligi kelib chiqdi? PQ taqsim 2 ekanligi kelib chiqdimi? Endi oxirida b ning kvadrati bo'lishi kerakmi? K bo'lsa bu b ning kvadratiga teng bo'lishi kerak formula bo'yicha. Demak, k barobar p kvadrat q kvadrat taqsim 4 degan javob kelib chiqadi. Demak, k shunaqa son bo'lgan paytida bu ifoda nima bo'lar ekan? To'la kvadratga ajralar ekan. Xo'sh, navbatdagisi n haqiqiy son bo'lsa deyapti. N haqiqiy son bo'lsin. Ikkinchi darajali kvadrat tenglama ildizlar x1 va x2 bo'lsa n ni toping deyapti. Xo'p, yaxshi. Endi qarang. Bu yerda v teoremasidan foydalanamiz. Agar biz x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak, n-3 ga teng bo'ladi. x1 ni x2 ga ko'paytirsak 16 ga teng bo'ladi. Hop, bizda berilgan ma'lumotlar 4 taqsim ildiz ostida x1 qo'shilgan ildiz ostida x2 8 bo'lsa, mana bunga x1 maxraj beradigan bo'lsam, 4 qo'shilgan ildiz ostida x1 kira x2 taqsim ildiz ostida x1 bu nimaga teng ekan? 8 ga teng ekan. Bizda x1 kira x2 borda 16 edi. 4 qo'shilgan ildiz ostida 16 taqsim ildiz ostida x1 barobar nimalarga kelib chiqdi? 8 ekanligi kelib chiqdi. Bundan demak 8 taqsim ildiz osti x1 teng 8. 8 ni qanaqa songa bo'lsam 8 chiqadi? 1 ga 1 bo'lishi kerak va x1 barobar 1 degan javob kelib chiqadi. Agar x1imiz 1 bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi ifoda bo'lsa, ikkinchisi demak x1 ko'paytirgan x2 bu 16 ga teng edi-ku. 1 ko'paytirgan x2 16 bo'lsa, demak x2imizda 16 ekanligi kelib chiqdi. Bizdan n so'rayapti. x1 qo'shilgan x2 bu n-3 ga teng bo'lsa, demak 1 qo'shilgan 17 bu n-3 bo'ladigan bo'lsa, n barobar nima degan javob kelib chiqadi? 16 demoqchi edim. 20 degan javob kelib chiqar ekan. Demak, n bizda nima bo'lishi kerak ekan? 20 bo'lishi kerak ekan. Uchinchi misol. Tenglamani yeching debdi. Xo'p, ishlaymiz. Qarang ustoz. x kvadrat plus 1 taqsim 9 minus x kvadrat x plus 6 taqsim x plus 2 bo'lsin. Qarang ustoz. Mana bu ikkalasidan 9 ni olib chiqsam 2 plus x bo'ladi. Bu ikkalasidan x kvadratni olib chiqadigan bo'lsam 2 plus x bo'ladi. Xo'p, x ni kvadrati qo'shilgan 1 taqsim 9 minus x ni kvadrati x plus 6 bo'ldi-da. Ustoz, qarang endi. Agar men hozir maxrajdan yana 2 plus x ni olib chiqadigan bo'lsam 9 minus x kvadrat bo'ladi. Bu bilan bu chopiladi. Qisqarib ketadi. Odatlanib qolgan mana shu narsaga chopiladi degan narsaga. Xo'p, x plus 6 bo'ldi-da, nima bo'lib qoldi? 1 taqsim 9 minus x kvadrat bo'ldi. Bu ikkalasi ham ketadi. Chunki ayru bo'lib o'tadi, 0 bo'lib ketadi.
x ni kvadrati minus x minus 6 teng 0 bo'lib qoldida. Bizda x minus 3 va x plus 2 bo'lgan ko'paytuvchiga ajraladi. Va o'z-o'zidan x barobar 3 va x barobar minus 2 degan javoblar kelib chiqadi. Lekin ikkala yechim ham xato. Nimaga xato desangiz, 3 ni oladigan bo'lsak, mana bu mahraj 0 bo'lib qoladi. Bo'lmaydi. Agar minus 2 ni oladigan bo'lsak, mana bu mahrajimiz 0 bo'lib qoladi. Bu ham mahraj 0 bo'lishi mumkin emas, aniqlan sohaga ko'ra. Va bu tenglama nima bo'ladi? Yechimga ega bo'lmaydi. Keyingi misol. Endi qarang ustoz. Uchtali kublik tenglama uchun ham yozib berib ketaman shu yerga esdalik uchun. Ax ni kvadrati plus bx plus c barobar 0 bo'lsa, kublik tenglama uchun ham v teoremasi bor. x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan x3 bu minus a ga, x1 kere x2, x1 kere x3 va x2 kere x3 bo'lsa bu b ga teng bo'ladi. x1 ko'paytirgan x2 ko'paytirgan x3 bo'lsa bu minus c ga teng bo'ladi. Endi qarang. Mana bu birinchi ifodaga kvadrat berib yuborsak, mana a ni kvadrati bo'ladida. x1 ni kvadrati qo'shilgan x2 ni kvadrati qo'shilgan x3 ning kvadrati 2 kere x1 x2, xo'p, x2 x3 va x1 x3 imiz nima bo'lib qoladi? A kvadrat bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadik x1 ni kvadrati qo'shilgan x2 ni kvadrati qo'shilgan x3 ning kvadrati minus nima bo'ladi endi? Plus 2b bu a kvadrat bo'ladida. x1 ni kvadrati qo'shilgan x2 ni kvadrati qo'shilgan x3 ning kvadrati bu a kvadrat minus 2b bo'lib qoladi. Bu demak nima bo'ldi? Kubli tenglama uchun v teoremalari bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Endi bizdan nima so'rayapti, qarang. x1 taqsim x2 x3 x2 taqsim x1 kere x3 x3 taqsim x1 kere x2 ni so'rayapti. Bunga x1 mahraj, bunga x2 mahraj, bunga x3 mahraj yetmayapti. Va nima bo'lib qoldi? x1 ning kvadrati qo'shilgan x2 ning kvadrati qo'shilgan x3 ning kvadrati x1 kere x2 kere x3 bo'lib qoldi. Ustoz, endi qarang, tepadagi ifoda nimaga teng edi? A kvadrat minus 2b. A tegi nimaga teng bo'lardi? Minus c ga teng bo'lardi. Mana bizda a minus 4 bo'lsa, uning kvadrati 16 bo'ladi. Mana bizda b 2 kere b bo'lsa minus 6 bo'ldi. A bizda mana minus c. C minus 5 bo'lib turibdi, demak 5 bo'lib qoladi. Demak 10 taqsim 5 bo'ladida 2 degan javob kelib chiqadi. Demak tenglamamizning javobi 2. Xo'sh, ana endi hammada muammo bo'lgan 5-misol. Xo'p, endi qarang, 5-misol qanday sanadi? Juda oddiy yechimi bor buni. 5-misol juda ham oddiy yechimi bor. Qarang, qanaqa? Xo'p, mana shu tenglama berilgan bo'lsa, mana x ni kvadrati minus 5x plus m barobar 0 bo'lsa, x1 va x2 shu tenglamaning yechimlari dedi-ku, to'g'rimi? Endi qarang, bunday qilsam bo'ladi-ku. x1 ni kvadrati minus 5x1 qo'shilgan m teng 0 qilsam bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam x2 ni kvadrati minus 5x2 qo'shilgan m barobar 0 qilsam bo'ladi-da. Hech kim urushmaydi bizni. Nimaga? Chunki x1 va x2 sonlar tenglamaning yechimi bo'lsa, biz mana bu berilgan tenglamadagi xlar o'rniga xohlasam x1 ni, xohlasam x2 ni qo'yishim mumkin. Bundan demak x1 ni kvadrati minus 5x1 da minus m ekanligi, x2 ni kvadrati minus 5x2 barobar minus m ekanligi kelib chiqdi. Endi qarang, mana bu ifodani o'rniga keltirib qo'yamiz. 10 taqsim minus m minus 1 bo'ldi. 3 taqsim minus m plus 1 bo'lib qoldi. Barobar 11 bo'lib qoldi. Nima qilamiz endi? Umumiy mahraj beramiz. Soddalashtirib m topib olamiz, tamom? Boshqa hech qanaqa muammo joyi yo'q buni. Xo'sh, endi qarang. Bunga minus m plus 1 mahraj, bunga minus m minus 1 mahraj beramiz. Nima bo'lib qoladi shunda? Minus 10m plus 10 minus 3m minus 3. Tegida bo'ladigan bo'lsa, tegini ochsak nima bo'ladi? Xullas bu m kvadrat minus 1 formulani berib yuboradi, xullas. 11 bo'lib qoladi. Soddalashtiramiz. 11m kvadrat minus 11
teng bo'lib qoldi. Minus 13m plus 7 bo'ldi. Hammasini o'tkazamiz. 11m kvadrat plus 13m minus 18 bo'lib qoldi. Xo'p, buni diskriminant qilib ishlaymiz. Xo'p, diskriminant qiladigan bo'lsak, 169 minus 4 kere 11 kere minus 18 bo'ldi. Ya'ni 961 bo'lib, bu 31 kvadrati bo'ladi. Endi m1 ni topadigan bo'lsak, minus 13 qo'shilgan 31 taqsim 22 bo'ldi-da. Necha bo'lib qoladi? 18 taqsim 22 bo'lib, 9 taqsim 11 degan javob kelib chiqdi. M2 bo'ladigan bo'lsa, minus 13 minus 31 taqsim 22 bo'ldi-da, minus 44 taqsim 22 va minus 2 degan javob kelib chiqdi. Xo'p, bizdan nima so'rayapti? M nechaga tengni so'rabdi? Xo'sh. Qaramoqda aytyapti. M manfiy son bo'lsin deyapti-da. M manfiy son bo'ladigan bo'lsa, demak, minus 2 degan javob bo'lar ekan. Va bu javob B javobga to'g'ri kelar ekan. Agar sizga berayotgan yechimlarimiz yoki qisqacha yechimlarimiz yoki foydali ma'lumotlarimiz, yangi misollarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, o'z reaksiyangizni bildiring, kanaldagi postlarga reaksiyalar qoldiring va bizni qo'llab-quvvatlasangiz, biz sizga yana ham manfaatli, yana ham foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar va bu videolarni tanish ustozlarga, matematik ustozlariga tarqatib, bizni kanalimizga ularni ham jalb qiling. Omon bo'ling.